5, 6, 7, 8, 9. Chaqiraq ekran doim qovuni qo'rqitib yetadi. Men e'lon qilishni yaxshi ko'raman. Chiqiraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika paydo bo'ladi. Oy! Bu ko'z cho'giltiradigan g'alati maxluq apandim ekan. Bir narsaga qaraganda ko'zni aylantirishga amroq. Teshqimo ko'z cho'giltiradigan g'alati maxluq apandi. Keldinglarmi? Kelinglardan to'lib o'qish bo'ldim. G'alati maxluq matematika ayttirdilar. Mening kichik voleybol maxluqim yordamga muhtoj. Sizning kichik voleybool maxluqingiz bormi? Bek chapaliqdi. Kichik voleybool maxluqi. Biroq kichik voleybool maxluq degan zoti qandaq narsa, ha? Shu bir xil o'maqqina kichik maxluq. U yugurishni, sakrashni, o'zini to'pqa aylantirib olib, dumlab o'ynashni yaxshi ko'radi. To'g'ri. Ular yana qo'g'lab tutishni bek yaxshi ko'radi. To'g'ri. Biroq afsuslantirdig'ini, mening kichik voleybool maxluqim azroq o'qish olmadi. Bu bog'chada dumlayapmidi? Andish qilmang, ko'z cho'giltiradigan g'alati maxluq apandi. Biz hozirlik berib sizga yordam qilamiz. Rahmat sizlarga. G'alati maxluq matematika ayttirdilar. Sal turib ko'rishaylik. Biz cho'qim kichik voleybool maxluqqa nima uchun dumlay olmaganligini bilishimiz kerak. Biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qumidan foydalanib qila olamiz. G'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika ayttirdiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy eskartma so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika eskartma so'zi bo'lsa, yan to'liq. Kelar qatimliq raqamlik maxluqni ko'rganingizda, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangildanglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Yan to'liq. Hozir demaysan go'voy. Kelar qitim raqamlik maxluqni ko'rganda andin keyin. Ma'qul. Men doim unutib qolaman. G'alati maxluq matematika aytirdi. Biz kichik voleybool maxluqining qaytadan domlashiga yordam qilaylik. Teshqimo ko'z cho'giltiradigan g'alati maxluq apandi. Keldinglarmi? Men o'qish oldim. Mening kichik voleybool maxluqimni elib bog'chada chena qilib kelgan edim. Boshqa maxluqlar o'yini qo'g'lab o'ynamoqchi edi, biroq u dumlayapmidi. Men sinab baqay. Men cho'qim uni dumilta olayman. U cho'qim tez dumlay oladi. Bo'ladi, u bek asli dumiladi. Sevimli kichik voleybool maxluqim uyda sakrab ham yugura olaydi. Dumlashimi intayin tez edi. Doim ho'yilning hamma yerda dumlab o'ynaydi. Biroq u bu bog'chada faqatli dumlayapmidi? Andish qilmang, ko'z cho'giltiradigan g'alati maxluq apandi. Kichik voleybool maxluqingizning nima uchun jiraqorliqqa dumlay olmaganligini aniqlab beramiz. Biroq biz qanday aniqlab beramiz? Ko'z cho'giltiradigan g'alati maxluq apandi. Siz bayam kichik voleybool maxluqingiz uydagi vaqtda tez dumlaydigini degan to'g'ri shundaqmi? To'g'ri, Lili. Men uyda kichik voleybool maxluqim bilan o'ynaganda u yugura olaydi, ham egizga sakriy olaydi. U o'zini to'pqa aylantirib ho'ylamning kaydidagi yanto'liqdan dumlab o'ynaydi. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Yanto'liq, ko'pchilik tayyorlig'ini olibdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1, 2, 3. Yanto'liq. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsash ekrani keldi. Dumlash bo'lsa bek yaxshi o'yin. Dal mushunda. Biroq bu yerda yanto'liq yo'q, bekli tuz. Har qancha to'p o'yini olgan taqdirda dumlash amalsiz bo'lib qoladi. Bu yerda yanto'liq bor ekan, tuz emas. G'alati maxluqlar balkim endi dumlay olishi mumkin. Bo'lmadi. G'alati maxluq yuqoriga chiqilgan yanto'liqqa dumlay olmadi. U asli tarafda to'xtab qoldi. U bir zo'r kuchning ta'sirida ustiga chiqishga ehtiyojli. Yana bir yanto'liq bor ekan. Bu tuvanga tushadigan yanto'liq. Endi hozir g'alati maxluqlar to'xtamay dumlay oladigan bo'ldi. Bu bizga cho'ng yordam bo'ldi. Biz hozir yanto'liqning ma'nosini bilib oldik. Ya'ni ustiga chiqadigan yanto'liq bilan ostiga tushadigan yanto'liqdan iborat. Agar yo'lning yanto'liqi bo'lmasa, u chuqur tuz yo'l. Biz hozir yanto'liqning ma'nosini bilib oldik. Kichik voleybool maxluqining qaytadan dumlashiga yordam qilaylik. Chunki yanto'liq matematikalik masala. Biz birlikda matematik bilimlaridan foydalanaylik.
Biz yantoliq munosabatlik bilimlarni o'rganib oldik. Endi biz qanday qilsak kichik voleybol maxluqining domini olishiga yordam qila olamiz. Bu chiniqish maydoni bek tuzgan. Xuddi matematik ko'rsatish ekranida birinchi qadam ko'rsatgandek tuzgan. Hamda o kichik maxluqlar undaq tuz yerda dumilyanmaydi. To'g'ri Makiz. Bu chiniqish maydoni tuz. Yantoliq yo'q. Biz cho'qim yantoliqni yasashimiz kerak. Shunday qilsak kichik voleybol maxluqi domini olaydi. Bo'ladi. Undaqda biz yantoliq yasaydigan material topaylik. Qaranglar, biz o ko'rsatkich taqtida yantoliq yasaylik. Bo'linglar, tez berib akilaylik. To'g'ri, biz ko'rsatkich taqtini akilib yantoliq yasaylik. Ulağı bir iş bo'lmagandu, ha? Ishtim bo'lmaydi. Voy götla. Aha, Kovoni to'rga qarab qilib aqli kelib atadi. Meningcha Kovo bizga yordam qilib kichik voleybol maxluqiga yantoliq bo'lib bas bo'g'dak. To'g'ri, men yantoliq aylana olayman. Men yantoliq aylanamda. To'g'ri Kovo. Agar sen matematika ko'rsatish ekranida ko'rsatilgan yantoliqqa aylansang, kichik voleybol maxluqi tez domilyalaydi. Qarang, dan mushunga o'xshash. Men o'zimni mushunaq yantoliq aylandiramda. Bo'ldi. Biz kichik voleybol maxluqini domiltib sinab baqaylik. Bu yoqqa kelgan kichik voleybol maxluqi biz sen uchun yantoliq tayyorladik. Domliqan. G'alaba qozondikmi? Kichik voleybol maxluqi qani? Men uni ko'rmadim-ku. Yo'q, g'alaba qozonmadik. Biz yantoliqni topdik. Biroq kichik voleybol maxluqi yana domilyanmadi. Undaqda masala qayerdan chiqdi? Bo'ladi. Biz yantoliqni tayyorladik. Biroq esinglarda bormi? Matematik ko'rsatish ekrani bizga o'xshamagan yantoliqni tunishtirgan. Biz yana bir qitim qarab baqaylik. Bu xildagi yantoliq ustiga chiqdigan yantoliq. Bu kichik maxluq ustiga domilyanmagan. Xuddi men boy o'zgargan yantoliqqa o'xshash. Bu kichik voleybol maxluqmi ustiga domilyanmadi. To'g'ri deding. Biroq bu yantoliq osti qartilgan. Shu g'alati maxluq domilyanlaydi. Undaqda biz kichik voleybol maxluqiga tuvanga tushadigan yantoliq tayyorlab beraylik. Mana bitdi. Bir taraf yantoliq, yana bir taraf palampay. Mushundaq bo'lsa kichik voleybol maxluqi ustiga bemalol chiqalaydi. Kichik voleybol maxluqi biz sana yana bir yantoliq tayyorladik. G'ayrat qil. Domliqan. Bo'ladi kichik maxluqlar. Amsi tayyor turinglar. Kichik voleybol maxluqi hozirla domlaydi. Qarasam bu qatam yana mag'lub bo'lganda qilamiz. Shunday-ku. Kichik voleybol maxluqi yerli domlayanmadi. Biz uning tuvanga tushadigan yantoliq tayyorlab bersakmi, yana domlayanmadi. Masala qayerdan chiqqandi? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Yantoliq, ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1, 2, 3. Yantoliq. G'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. Bundaq yantoliq g'alati maxluqlarga avorchilik edib keladi. Birinchi g'alati maxluq dumladi. Biroq yantoliq bek egiz bo'lg'achqa u yerga dumlab ketdi. Yantoliq sal kichikladi. Bundaq yaxshi o'yinni kimdan oyoqlashtirg'isi kelsin? Bundaq yantoliqda u nahayat yaxshi dumlay oladi. Suraytimi tez, dumlayverib darvozaning sirtiga chiqib ketdi. Rahmat sana matematika ko'rsatish ekrani. Ikki xil yantoliq bor ekan. Bir xili bekritdik. Yana biri dal o'lchamlik. Shunga masala yantoliqning tikligida ishgan. Kovo, sening yantoliqing bek tik bo'lib qopti. Shunga kichik voleybol maxluqi domilyanmadi. Amisi men tik bo'lmagan yantoliqqa aylanay. Bo'ldi, kichik birodar. Endi boshlig'in. Ne bo'ldi? U ajab to'xtab qoldi-ku. Asli bunda matematika ko'rsatish ekrani bizga birinchi qitim tayyorlagan yantoliq bekri tik bo'lg'achqa kichik voleybol maxluqi domlayolmagan. Shunga men yantoliqni kichiklatdim. Ozroqmi tik emas-ku. Bu xildagi yantoliqqa kichik voleybol maxluqining domlashi osti bo'ladi. Shunga amisi qanday qilamiz? Birinchi yantoliq bektik. Ikkinchi yantoliq bekri bakar. Sizningcha biz qanday qilsak bo'lar? To'g'ri. Biz birinchi yantoliqdan kichikroq, ikkinchi yantoliqdan cho'roq yantoliq tayyorlashimiz kerak. Azroq tik. Biroq bek tik emas. Bundaq yantoliq necha dal muvofiq bo'ladi? Bo'ladi. Biz yana bir qitim sinab baqaylik. Qaranglar, u domlayoldi. G'alaba qildikmi?
albatta g'alaba qildik. Tanrıga şükür. Biz g'alaba qozondik. Mening kichik birodarim dumlashni bakmi yaxshi ko'rdi. Rahmat sizlarga. Mening kichik voleybol maxluqim oxiri dumli oldi. U endi chiniqalaydigan bo'ldi. Kichik maxluqlarmi uni qo'g'lab o'ynay oladigan bo'ldi. Qaramaqa bek yaxshi o'yindaklar qiladi. Men uni qo'g'lab o'ynaychi. Menmi o'ynayman? Yaxshi qildinglar, Xalit maxluq matematika atrofdagilar. Biz kichik voleybol maxluqning qaytadan domlay olishiga yordam qildik. Biz har xil yanto'liqni o'rgangandan keyin bu masalani hal qila oldik. Shunga biz maxluqlarning usuli orqali olqishni ortayli. Amiz 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimini g'alaba qozondik.